Xo'p, bugungi mavzuda bozorda strukturalarini o'rganamiz. Bu yerda ko'rib turganimizdek chizib qo'yganman. Bu ko'tariluvchi trend bo'ladi. Ko'tariluvchi trendda har doim bozor o'zidan oldingi maksimumlarni buzib o'tadi. Bu joyda bozor ko'tarilyapti, pastga tushib, o'zidan oldingi maksimumini buzib o'tyapti. Xuddi shu joy bizda BOS deyiladi. BOS degani break of structure, strukturani buzilishi. Xo'p, shunaqa bo'lib ketib, xo'p, narx ko'tarilyapti, pastga qarab tushyapti, yana ko'tarilib o'zidan oldingi maksimumni buzib o'tyapti. Xuddi shu joy ham BOS deb yozib qo'yilgan. Narx shunaqa holatda ketyapti, maksimumlar buzilyapti, pastga tushib ketyapti, maksimumlar buzilyapti. Xuddi shu narsa bizda ko'tariluvchi trend bo'ladi. Xo'p, endi shuni teskarisi bizda tushuvchi trend bo'ladi. Bozor har doim o'zidan oldingi minimumlarni buzib o'tadi. Bu joyda narx pastga qarab tushyapti, ozgina ko'tarilib turib, yana o'zidan oldingi minimumni buzib o'tyapti. Xuddi shu joyda bizda pastda bosib qo'yapti minimumda. Bu joyda maksimumlar buzilyapti, tepada edi. Bu joyda minimumlar buzilyapti turgani uchun bos pastda bo'ladi. Narx pastga tushib, minimumni buzib o'tib, yana ozgina ko'tarilib turib, yana pastga tushib, o'zidan oldingi minimumni buzib o'tyapti. Xuddi shunaqa holatda ko'tarilib tushib ketyapti turgan bo'lsa, bozor bizda tushuvchi trend bo'ladi. Bu joyda qilishimiz kerak bo'lgan ish bozorni hop yo'nalishga to'g'ri faqat selga ishlab ketishimiz kerak. Bu tarafdagi qanaqadir bloklardan. Tushuvchi trendda hech qachon buyga ishlanmaydi, ko'tariluvchi trendda hech qachon selga ishlanmaydi. Hop, endi bozorda trendning o'zgarishi ham bor. Bizda u hop cho'ch deyiladi, MSS deyiladi. Shunaqa har xil nomlar bor. Biz MSS deb yozib qo'yganmiz. Bozor bu yerda ko'tarilib, pastga tushib, o'zidan oldingi maksimumini urib o'tdi. Pastga tushib, o'zidan oldingi maksimumini urib ketish kerak edi, lekin o'zidan oldingi minimumini urib qo'ydi. Bu joyda bizda trend o'zgarishi bo'lib, MSS deb aytiladi. Xuddi shunaqa. Bu yerda ko'tariluvchi trenddan tushuvchi trendga o'zgardi degani. Endi narx har doim minimumlarni buzib o'tadi. Narx pastga tushib, minimumni buzib o'tib, yana ko'tarilib, pastga tushib, ko'tarilib tushib, xuddi shunaqa. Qachonki bozor tushuvchi trendda narx tushib, ko'tarilib, yana tushib, o'zidan oldingi minimumni buzib o'tdi. Ko'tarilib pastga tushish kerak edi. Pastga tushmadi, ko'tarilib ketib qolib, o'zidan oldingi maksimumini urib o'tsa, bu yerda trend o'zgaradi bizda. Sell trenddan buy trendga o'zgardi degani bozor bu joyda. Keyin narx xuddi shunaqa qarab ketadi. Endi bunga real grafikda misollar ko'radigan bo'lsak, bizda narx orqa qarab qaytib kelib, sal ko'tarib turib, pastga tushib, o'zidan oldingi minimumni buzib o'tyapti. Bu joyda bizda pastga bos bor, trend selda. Narx pastga qarab tushdi, yana ozgina ko'tarilib turib, pastga yana o'zidan oldingi minimumni buzib o'tib ketdi. Bu joyda bizda yana pastga bosib qo'yapti, trend selda. Endi narx tepaga ko'tarildi, pastga qarab tushdi, o'zidan oldingi minimumni buzmadi. Narx ko'tarilib turib, yana maksimumni buzib o'tib ketdi. Bu joyda bizda tepada bos bor. Narx keyin yana pastga qarab sal tushib turib, tepaga ko'tarilib, o'zidan oldingi maksimumni buzib o'tib ketdi. Bu joyda yana tepada bos bor. Bizda trend payda. O'zi общий qaraydigan bo'lsak, bizda narx pastga tushib, ko'tarilib, pastga tushib, ko'tarilib, pastga tushib buzib o'tib ketmadi. O'zidan oldingi eng oxirgi maksimumni buzib o'tdi. Bu joyda bizda общий trend o'zgardi degani. Xuddi shunaqa qilib bozorda test qilib ko'ringlar. Bu strategiya emas, bu bozorda strukturasini aniqlab olish uchun. Bu yerda bizda ma'no nima? Bozor ko'tariluvchi harakat bo'lib turgan paytda biz hech qachon selga ishlamaymiz. Har doim trend bo'ylab buyga ishlab ketishimiz kerak. Pastdagi o'sha qanaqadir bloklar mavzusini ham o'tamiz. Endi tushuvchi trendda hech qachon buyga ishlanmaydi. Faqat selga ishlab ketamiz. Trendni shunaqa qilib aniqlanadi. Bozorda ko'rib, test qilib, bozorda strukturasini topsanglar bo'laveradi.